Bu dunyo aslida sinovlar bilan to'la bir jumboq. Biz ba'zan hayot yo'llarida shunday insonlarga duch kelamizki, ularni o'zimizga tirgak, eng yaqin sirdosh deb bilamiz. Ularning tabassumi ortida samimiyat, mehr bor deb o'ylaymiz. Bu hayot charxpalagi ba'zan bizni shunday beshafqat sinovlarga ro'baro qilar ekanki, eng og'ir zarbani uzoqdan emas, o'zimiz jonimizdan ortiq ko'rgan yaqinlarimizdan qabul qilar ekanmiz. Eng dahshatlisi, sizni yiqitgan o'sha zarba ortida o'z jigaringiz, qon qarindoshingiz va sizga ona bo'lishi kerak bo'lgan insonlar tursa, dunyo ko'zingizga qorong'u bo'lib yashashning ma'nosi qolmas ekan. To'yimizga roppa-rosa 5 yil to'lgan kuni qaynonam menga kutilmagan sovg'a qildi. U qo'limga hashamatli kurortga 2 chipta va bir dasta pul tutqazdi. Qizim, 5 yildan beri tinmadingiz. Mana buni oling-da dugonangiz bilan bir haftada dam olib keling. Eringiz va uydan xavotir olmang. O'zim qarab turaman, dedi mehribonlik bilan. Nigora xursandligidan yig'lab yuboray derdi. Eri Asliddin ham buni eshitib, "Ha xotin, borib dam olgin, men seni sog'inib o'tiraman", deb peshonasidan o'pdi. Nigora dugonasi bilan dam olishga jo'nab ketdi. Ammo u yerda yuragi hech tinchlanmadi. 3-kuni ichidagi qandaydir vahima sabab hech kimga aytmasdan poyezdga o'tirib uyiga qaytdi. Yarim tunda darvozani sekin ochib hovliga kirdi. Uy ichi qop-qorong'u zulmatdek, hamma uxlagandek edi. Yotoqxonasiga yaqinlashganida ichkaridan kelayotgan pichirlagan ovozlarni eshitdi. Eri kim bilandir gaplashardi. Nigora eshikni sekin ochdi va ko'rgan manzarasidan tili kalimaga kelmay qoldi. Kravatda uning eri Asliddin va o'zining tuqqan singlisi o'tirishardi. Yonlarida esa katta chamadon turardi. Tezroq bo'l. Asliddin aka, onam Nigorani yana 4 kun kelmaydi degan. Hozir chiqib ketmasak uydagilar bilib qoladi. Ertaga tongda biz boshqa shaharda bo'lamiz, derdi singlisiga singan ovozda. Nigora ortga tisarildi. Demak, qaynonasi uni ataylab uydan uzoqlashtirganini tushunib yetdi. Eri va o'z singlisi esa uning bor budini, pullarini o'g'irlab birga qochib ketishni reja qilishgan edi. Eng dahshatlisi, qaynonasi o'g'lining bu qilmishini va kelinining singlisini yaxshi ko'rishini bilgan. O'z xohishi bilan ularga yo'l ochib bergan edi. Nigora baqirmadi, yig'lamadi. U sekin cho'ntagidan telefonini chiqardi-da